Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Hamda Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhi Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Musaylime'ninki ölümü bu kanda öldürülgen şu Yemame uruşuda yani Yemame diyen hazır kılmışın Riyad'da hem de Riyad'da Saudi'nin payitahtı. Şu yerde ölüp ketken bazı bir kısım kişilerinki zikir bayanı hakkında. Hem de Halid radıyallahu anh özün bütün koşullarını elip adır Yemame gıman demdi. Yemame adır ki çoğun yüzüt adırmış Kasim'den tatlı bir Riyaz hemmisi Yemame'ye kirip kötü demdi. Bu çoğun bir sahra bu Arap yerim ardındaki kap oturuq jaylaşkan diyarlar bu. Bu da jil ahire Resulullah ölüp ketdi de şu jil ahire Musaylime'de uruş kılışqa minip şu yerga yetip bademdi Yemame'ge. Bu iki taraf bu yat uçuruşup bir ne çıkıyormuş ya da muhatır davamlaştı. Şu aralıkta bu kazzap Musaylime öldürüldü. Allah'ın laneti olsun. Bunu hemizin öttegen Vahşi degan sahabe öldürgen. Hem bu urushda şehit olgan sahabelar nayt köp. Bularning qatarida Abu Huzayfa ibn Atabe, Salim Mevla Abu Huzayfa, Şuca ibn Vahib, Zeyd ibn Hattab, Ömür ibn Hattab'ninki o kişi buludu ya o kişi degendik. Abdullah ibn Süheyl, Malik ibn Amr, Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, Yazid ibn Qays, Amr ibn Bukayr, Abdullah ibn Mahraba, Sa'ib ibn Osman ibn Mez'un, Abbad ibn Beşir, Ma'an ibn Adi, Sabit ibn Qays, Ebu Dujana ve onundan başka bir türküm sahabeler. Hem de hatta şu hem bu urushda ölüp ketken sahabelar nayt köp. 1200 sahabe ölüp ketken. Hem bu 70'niki toluqlumsa deyişi hem de aynı vaqtida Peygamberimiz 70'te qari evetken bunun. Bunu bular öldürüp etken aş tarafında. Yamam tarafında. Yani şularniki ayığı şular demekçi. Ebu Dujana degan bunayet meşhur sahabe. Peygamberimiz Uhud günü ma qilishninki haqqini kim oladi deganda qilishning haqqini mi ya Rasulullah deb so'raganda Ebu Dujana. Ama shuningki haqqi shu dushmanga nayet zarba bilan urib, shuningki jajisini berish degan vaqtda men deb sahabening ichida shu ko'krak kirib chiqqan sahabelarniki biri. Kelgan har qanday dushmanni yengib o'ltirib kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni aytiliqi qilishni olgandan keyin nayet g'odiyib, gidib, nayet kibr bilan mang'an ekanda o'tirishida. Payg'ambar sallam agar mush urushdan boshqa yerda men ish dursunmaydi, men kibrlik yarashmaydi deb shunday degan. Mush sahabe Abu Dujana degan sahabedir. Endi Musaylime kazzabning shu o'ltirilgan kunsi 150 yoshga ekan, nayet uzun umr ko'rgan la'nati kofirkanda. U hatta payg'ambarimizniki dadisi Abdullah'dimi burun tug'ilgan odamki. Şunu olan mush hijriyaniki 12-yilda majil oxirida urush bo'ldi. 12-yil kirdi-da. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Ala ibn Hazramini Bahraynga avatdi, Bahraynga. Bahrayn muadir qilmish o Bahrayn davlati. Aynı vaqtida mush Saudiya Arabistonidagi adir qilmish o Ihsa Qatib taraflarini o'z ichiga olgan. Ular hatta mush murtad bo'lib dindan yenib ketgan. Bular Juvasa degan bir o'rinda uchrashdi. Bu Juvasa degan shu bir qo'rg'on ekan. Bu Juvasa deganda tunji qatim juma namozi o'qilgan bir joy bu. Madinaning sirtida tunji qatim juma o'qilgan joy Juvasa degan o'rin. Bu yerda musulmonlar hamda g'alaba qildi. Ikrama ibn Abi Jahlni, Abu Jahlning o'g'li bu. Kim musulmon bo'lgan. Ummonga avatdi, Ummon hozir Ummon davlatda. Bular murtad bo'lib ketgan. Muhajir ibn Abi Umayya degan sahabini Ahli Nujayr degan yerga avatibdi. Bu shu Yamandagi bir shahar, Hazramutga yaqin bir joy. Ular murtad bo'lib ketgan, dindan chiqib ketgan. Ziyad ibn Lubayd al-Ansariyni bir turlik ham u ham bu yandagi murtadlar tarafga avatdi. Demak, mush Arab yerim orli, Yaman, Ummon, Bahrayn, tam Qatar hozirgi bugungi kundagi mush atrofdagi joylarning hammasi asosan dindan chiqib ketgan bular. Lekin yani qayta Abu Bakr Siddiq bularni dinni qaytarib akilib, dinniki bugungi hamush holat kelishiga bu odam turtkilik holatda rol o'ynagan sahabelarniki kattasi bo'ladi. Bu hijriyaniki 12-yil yani shundaqla Abul As ibn Rabi'
degan sahabe Peygamberimizningki qizi Zeynep'ninki eri Resulullah'ın söyümlü kuyuğlu bu mu ölüp ketken? Ondan başka Sa'b ibn Cesamet el-Leysi, Ebu Mersed el-Ganevi degan sahabeler mı ölüp ketken? Bu Hicriyaniki bu 13. yılda hem de murtatlarla uruş qilib bo'lgandan keyin Abu Bakr Siddiq Xolid ibn Validni Basraga avatdi. Basra hozirgi bugungi Iroqda. Bu Ubullarni fatih qildi deydi. Ubullar degan hozirgi Kufa va shundaqlar shu Kuvayt taraflarini o'z ichiga oladi. Ondan Iroqdagi hamda Kisroning Madain shahrini fatih qildi. Hem urush qilib, ba'zida sulh orqali fatih qildi. Hicriyaniki bu 13. yılda yana Ebu Bakr Siddiq kishilarga haj qildi. Ondan qaytib kelib Umar ibn Asni bir bo'lik askarlar bilan Shamga avatdi. Bu yerda Ejnadin vaqasi urushi yuz berdi. Bu Hicriyaning 10. yili Jumadil Ula eydi bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga bu Ejnadin urushininki g'alabasini, nusratini berib Ebu Bakr Siddiqqa bu xush xabar yetkazildi. Şu vaqtda Ebu Bakr Siddiq eng oxirgi tiniqda sekratlik holat edi. Endi bu Ejnadin degan narsa, Ejnadin hozirgi bugungi shu Isroiliyaga Ramli degan shaharga to'g'ri kelishi mumkin. Yoki shu Isroiliyaning doirasi va bir qismi shu hozir Falastin ozodlik hukumati hukm surayotgan o'rin. Bu o'rinda hamda bu Rumlarla bo'lgan bu urushninki hamda tunji qatim Rumlar bilan bevosita uchrashgan urush bo'ldi. Undan burunqisi bunda partizanlik shaklida. Chunki bu urushda hamda musulmonlarningki butun askariy soni 30 ming atrofida, Rumning soni hatto 100 mingdan 150 minggacha. Bu urush hamda Rum bilan bo'lgan urushning ichida eng birinchi qatimliq naytibak kuchli bo'lgan urushlar qatoridan bo'ldi. Bu yili Ikrama ibn Abu Jahil, Hisham ibn As ve bir büyük kişiler şehit bulup gitti. Bularmı hem de İslamiyet'e nurgun karşılık bildirgen, keyin hem de Allah'nınki nusreti bilen, fezli bilen Müslüman boğan büyük sahabeler qatarıdın. Hem de Meraci Sofir uruşumu mu şu yili yüz bergen hem de. Bu uruş mu şu Ejnadin uruşu bulup bir neçe aydan keyin hozirgi Suriyaniki Damashqqa yaqin joylarda yüz bergen uruşu taxminan şu miladiya 634 yili 8. aylarda yüz bergen uruş. Bu urushda musulmonlar bek qahramonlik ko'rsatgan. Hatto Ummu Hakim degan bir sahoba Chidirning qo'zi bilan 4 kafirni o'ltirayotgan. Qilich yo'q, nima bilan qo'zi bilan. Bitta bir jangovarlikni ko'rsatgan urushlarning biri. Bu urushda nurg'un sahobalar shahid bo'lib, mushriklar mag'lubiyatga uchrab, Fazl ibn Abbas radhiyallohu anhu'niki o'g'li Abdullah ibn Abbas'niki bir tuqqan qarindoshi. Bu kishi mush urushda shahid bo'lib o'lib ketgan. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi.